Salom do'stlar, bugun yangi super qahramon qo'limda, ya'ni Redmi Note 15. Keling birga ochamiz. Demak, qutining ichida nimalar bor? Avvalo ko'rib chiqamiz. Smartfonimizni qutini ochganimizda. Xo'p, bizda birinchi o'rinda mana shunaqa yo'riqnomalar doimgidaqa va undan tashqari biz mana shunaqa chiroyli bo'lgan chexolni ko'rishimiz mumkin. Juda ham so'rayapti. Va bizda smartfonni o'zi unikini ko'rib chiqamiz. Undan tashqari korobkasida 33 volt, wow, juda ham zo'r. 33 voltlik super adapter va o'zini USB Type-C kabeli chiqadi. Xo'p, endi smartfonimizni ochib, yoqib ko'ramiz. Wow, gap bo'lishi mumkin emas, smartfon dizayni qarang. Dahshat. Qo'limda turgan Redmi Note 15 smartfoni ekranidan boshlaymiz. Demak, smartfonning ekrani 6.77 Full HD plus AMOLED ekran bilan jihozlangan. Ya'ni bu degani bemalol o'yinlar o'ynashingiz yoki kinolar tomosha qilib bemalol smartfondan foydalanishingiz mumkin. Batareyasini aytsam, aniq hayron qolasiz. Batareyasi, smartfonimiz batareyasi esa 6000 mAh kuchli katta batareyaga ega. Ya'ni bu degani smartfondan bemalol 2-3 kungacha foydalanishingiz mumkin. Bundan tashqari smartfonning ekrani o'zi ham IP64 sertifikatiga ega, himoyasiga ega. Ya'ni bu degani smartfon suvdan aslo qo'rqmaydi. Bundan tashqari smartfonimiz protsessori MediaTek Helio G100 Ultra va hosilaga zo'r jihatini ko'rsataman. Smartfonimiz xotirasi, demak, smartfonimiz 8 GB RAM va sun'iy ravishda uni 4 GB ga ko'paytirishingiz mumkin degani. Bundan tashqari smartfonimiz asosiy kamerasi 108 megapikselni qo'llab-quvvatlaydi. Hozir sizlar bilan bitta kadr olib ko'ramiz. Mana ko'rishlar mumkin, stabilizatsiya ham juda ham zo'r ishlayapti. Ekraningizda esa aynan mana shu qo'limda turgan smartfonda olingan suratlarni ko'rishingiz mumkin. Do'stlar, asosiysi smartfonimiz ekrani 120 Hz yangilanish tezligida ishlaydi. Bu degani juda ham silliq ravishda kontentni sizga yetkazib beradi va hozir sizlar bilan ovoz chiqishlarini tekshiramiz, ya'ni karnaklarni. Sizningcha Samsung kompaniyasining eng katta xaridori qaysi? Bu videoni ko'rmasdan iPhone'ingizni iOS 26.2 ga yangilaning. Do'stlar, ko'ryapsizlar, gap bo'lishi mumkin emas. Smartfonimiz haqida hozircha mana shular. Ushbu videoning yangi smartfon olmoqchi bo'lgan do'stingizga fiting qilib yuborib qo'ying. To'liq obzorni ko'rmoqchi bo'lsangiz, YouTube kanalimizga o'ting.